Qiylanmadingizmi? Yo'q. Hech ham qiylanganimiz yo'q. Juda ham chiroyli, ochiqmasdan, zo'riqmasdan, mashaqqat his qilmasdan vazn tashladi. Vazn tashlash aslida oson kabi so'zlar bilan sizlarni hayratda qoldirishi mumkin. Lekin voqelikka real qarashingizga chaqiraman. Vazn tashlash aslida mashaqqatli ish. Assalomu alaykum betakrorlarim. Bugun reality showimizning 7-kuni va har 7 kunda men sizlarga patsientim, xo'jayinim Arif Xo'jayev to'g'risida ma'lumotlar berib boraman. Jarayon haqida yoritib boraman. Betakrorlarim, tabriklashingiz mumkin. Biz birinchi haftani juda ham muvaffaqiyatli tarzda yakunladik. Ya'ni 90 kilodan 88 kiloga tushishga muvaffaq bo'ldik. 2 kilo minus. Arif Xo'jayev bilan birinchi bor vazn tashlash jarayonini boshlaganimizda birinchi haftada 4,5 kilo natija qilganmiz. Nega bu safar u natijani takrorlay olmadik? Sababi kilolarning kamligida. Ya'ni birinchi boshlagan vaqtimizda Arif Xo'jayevda 105 kilo vazn bor edi. Hozir diyetani boshlaganimizda esa 90 kilo vazn bilan boshladik va 90 kiloni bir haftada 2 kilo minus qilishligimiz bu to'g'ri yondashuv bo'ldi. Keyingi haftada natijalarimiz pastlashib boradi, ya'ni ko'rsatkichlarimiz kamayib boradi, lekin biz intizomda davom etamiz. Bu reality showimizdan maqsad nima? Betakrorlarim, jarayon oddiy, kuchli, mashaqqatli bo'lishligi mumkin, lekin bu mashaqqatlarning ortida sizni ko'rkamlik, go'zallik, salomatlik kutib turibdi. Yo'q, aslida Arif Xo'jayev faqatgina me'yorni, porsiyalarni kamaytirdi xolos. Bu hafta qilgan ishi shu bo'ldi. Harakatlari esa jarayonni tezlashishiga sabab bo'ldi. Ya'ni sport, kardio, hajba va hokazo. Bular barchasi vazn tashlashdagi bo'lgan jarayonlarni tezlashtirib beradi. Aslida to'g'ri ovqatlanish vazn tashlashning birinchi qoidasi. Hali ham vazn tashlashga qo'rqib turibsizmi? Keling, yaxshisi jarayonni kuzating. O'zingizga motivatsiya oling. Bir erkak o'zining salomatligi uchun, sog'lom turmush tarzi uchun, ko'rkam, chiroyli, muskulli tana sohibi bo'lishi uchun shu qadar harakatda. Sizchi, siz qachon boshlaysiz?